Kuchli kanalida bugungi sonida, ya'ni $1000 ga juda ham ideal holatda bo'lgan sport bayk sotuvga chiqdi aka. Obzor ko'rib o'rsanglar, nimalarga qarab qo'ydim, nimalarni yengiladim, o'zingizlar bitta guvoh bo'lasizlar. Salonimizdan hali chuqurlar ham ketish ulgurmagan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Siz eng arzon motor sotiladigan kanaldasiz akalar. To'g'ri Ducasso 3000 talik elektrobaykimiz akalar. 880 km yurgan. 2023 akalar olinganidan beri 8 km yurdim-yo'qmi, siqilib yotgan texnika. Akkumulyatorlari полностью o'tirib charchagan ekan. 12 ta 20 tarikdan полностью свежий, yaxshi Motoland brendiga tegishli yaxshi akkumulyatorlarni qo'ydik. Miyalar ideal holatda, полностью mayda-chulasdan tortib hamma narsasigacha almashdi. To'liq zaryad bilan baralla eta olaman. Bemalol 70-80 km harakatlanib beradi. Maksimal tezligi 90-100 da tashkil qiladi. Qushlarimizning holati ideal holatda, lekin mana bu yoqda kichkinagina singan va bu yoqda singan joyi bor ekan, xudo xolasa. Apparatni shaxsan men o'zim haydadim, o'z qo'llarim bilan akkumulyatorlardan tortib hamma narsasiga qarab qo'ydim. Xotirjam xarid qilsanglar bo'ladi. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq emas. Inshaalloh ichlarigacha men o'zim kafilman. Qo'lni yangi akkumulyatorlardan tortib hamma narsalarni qilib qo'ydim. O'qdek sur'at, xudo xolasa. Apparatimiz ana $1000 qilib belgiladim. Bo'ladigan narxi pastki raqamlarga murojaat qilsanglar, barakasini qilib, agarda kelishingizga ham hojat yo'q, mashina gaplashib o'zim yuklab chiqarib yuboraman.